Cannavaro Xavi Alonsoni taktikasidan foydalanyapti. Realda hozirgi qo'llayapti. O'tgan yili esingizda bo'lsa, Realda Mbappe va Vini bitta qanotda ko'p to'qnash kelayotgandi. Bu mavsumdan Mbappeni o'ziga uzoqdan paslar berib, qarshi juda tezkor o'tib ketishini ta'minlayapti. Ya'ni Bellingham bu beryapti. Azg'anov yo'q, Bellingham emas, Arda vazifasini bajaryapti. Abdullayev kechagi holatidan u Chouamenini ko'proq o'xshatib yuboryapti-da. Himoyaga qaytayotganda u oldinga borayotganda baribir ko'tarilib o'ynayapti-da boshqa futbolchini va ertaroq qarshi hujumga raqibi to'g'ri kelayotganda uni ertaroq himoya emas, tayanch zonalarda qabul qilishga harakat qilyapti-da. Ya'ni aytmoqchimanki, u o'zi uchun begona bo'lmagan Yevropa uslubi va o'ziga yaqinroq bo'lgan yoshdagi murabbiyni uslubini qo'llayapti. Katanes bilan uni farqi shunda bo'lyaptiki, mana shu uslubni o'ziniyoq o'yin davomida o'zgartirib, faqatgina oldidagi 3 ta futbolchiga qarshi hujumda ishonib qolish emas, 5 ta 6 ta futbolchilarni qo'shib borish, kerak bo'lsa rotatsiyalar orqali ham terma jamoada o'zgarishlarni ta'minlayapti.